8 talik 220 da ishlangan kolonnik. Uyda bilmaylar. Bu hovlini просто oynamani to'sganlar, hozir ichkarini ko'rsatib beraman. Bu hovlini xudo xolisa kranshtayn zakaz qildik, o'zimiz shu yerga kelib yasattirdik. Mana bir 8 muz qo'yib beramiz. Hovlini ajoyib sovutish uchun xudo xolisa zakirga помещение qilib to'sishgan ekan. Oddiy 220 da vilkada ishlaydi xudo xolisa. Endi avtomat qo'ygan yaxshi mingmatda, no vilkada ham ishlaydi, no qiziydi.